Bugungi videoda biz har xil eksperimentlarni sinab ko'ramiz. Bu eksperimentlarni siz hatto tushingizda ham ko'rmagansiz. Birinchi va noodatiy eksperimentimiz. Mo'jang buni nimaga qo'shganini bilmaymiz, lekin siz Minecraft manaqa armonstant va qo'liga oynani qo'yib qo'ysangiz, suv tagida nima borligini bemalol xohlaganingizcha X-ray sifatida ko'rishingiz mumkin. Men u yoqqa almos qo'yib qo'yganman va suvda sal ko'kimtirloq, oynada esa tip-tiniq ko'rinyapti. Nega mo'jang buni qo'shganini umuman bilmayman. Bular g'irt jinnilik desa ham bo'ladi. Hatto bu asal blok va slime blokida ham o'xshaydi. Faqatgina mana shu ikkala blokda orqasidagi libo narsani ko'rsanglar bo'ladi. Misol uchun men orqasiga oltin qo'yib qo'yganman va oyna bilan men uni bemalol ko'ryapman. Bu lifehackni sizlar ham tekshirib ko'ringlar va buni men qurganim yo'q. Xullas, bu ajoyib lifehack qachondir sizlarga kerak bo'lib qolishi mumkin. Keyingi lifehackga o'tamiz. Siz mana shunday balandlikdan tepadan pastga sakrasangiz, ma'lum miqdorda joningiz ketadi. Mening hozir ortiqcha jonim ketdi. Kelinglar somon blokiga sakrab ko'ramiz. Bilasizlar, real hayotda ham somonga tushsangiz, yumshoqqina tushasiz. Minecraftda ham shu fizika ishlaydi. Ya'ni siz tepadan pastga sakraganingizda joningizdan 3dan 1 qismi yoki 5dan 1 qismi ketmay qoladi. Men hozir tepadan sakradim. Umuman jonim ketmadi. Oddiy sakraganimda ortiq jonim ketdi, somonga sakraganimda umuman jonim ketmadi. Shuncha qiynalib video qo'ysang-ku, undan 3dan 1 qismi emas, 100dan 1 qismi ham like bosmaydi. Shuncha qiynalib montaj qilasan, shuncha qiynalib video olasan. Obunachilar uchun deb Minecraftni o'chirib yubormaysan. Deyarli 2 ga ham qabul bo'ldik. Maqsadimiz endi 3 ga, lekin yangi videolardan keyin hech kim obuna bo'lmay qoldi. Aktiv ham tushib ketdi. Men bundan juda ham xafaman. Motivatsiya tugab boryapti. Iltimos, aktivni to'g'irlash uchun kanalga obuna bo'ling, like bosing. Qo'llab-quvvatlasangiz undan ham yaxshi bo'lardi. Xullas, yuragimda sizlar obunachilar. Bilmaganlar uchun bilib olinglar. Qaytgancha yana bir ajoyib eksperiment. Kelinglar to'rga sakrab ko'ramiz. Jonimiz ketadimi, yo'q? Albatta ketmaydi. Agar siz buni bilmagan bo'lsangiz, videoga like bosib obuna bo'lib qo'ying. Keyingi video mana bu narsa haqida chiqadi. Bu lifehackni ko'pchilik bilmagan bo'lsa kerak. Bu lifehack emas, shunchaki mif. Siz firework va arbaletni olasiz va mana bu salyutni chap qo'lingizga olasiz va arbaletni otasiz. Ko'rib turibsizki, arbalet o'qni emas, balkim salyutni o'z ichiga oladi. Hamda siz uni tepaga otishingiz mumkin. Ko'rib turibsiz, bu ajoyib Minecraftning sirlari. Bu lifehack sizlarga aniq survival rejimida kerak bo'ladi. Ko'pchilik creeperdan qo'rqadi, to'g'rimi? Hozir buni yechimini topamiz. Siz creeper spawn qilasiz va u sirazi portlab sizni o'ldirishga harakat qiladi. Lekin siz o'lmasligingizning iloji bor. Sizga bittagina blok kerak bo'ladi. U portlayotgan payt tagingizga bitta blok qo'yib olasiz. Kerak bo'lsa umuman joningiz ketmaydi. Creeperda o'zi esa joningiz qancha ketishini ko'rib oling. Bu lifehack sizlarga aniq kerak bo'ladi. Keyingi mif uchun bizga bitta qo'yni spawn qiladigan tuxum va tag name degan narsa kerak bo'ladi. Siz tag name'ni nakovalniga qo'yasiz va ismini ustiga bosib o'chirasiz. Va JEB qilib o'tdim yozganimda qilib pastga qiziqcha qo'yasiz va qo'yganingizdan keyin mana shunday yozuv chiqqandan keyin uni olasiz. Xuddi mendek qilib olganingizdan keyin umuman bitta ham xatosiz xuddi men ko'rsatgandek yozib olganingizdan keyin qo'yni paydo qilasiz. Qo'yni paydo qilganingizdan keyin esa uni ustiga bosib tursangiz u har xil tusga kiradi. Ko'k, sariq, kerak bo'lsa yashil. Xullas, bu har xil ranglarga kira oladi. Va ko'pchilik aytarkanki, undan har xil rangli jun tushadi deb. Lekin albatta bu yolg'on. Uni o'ldirsangiz oddiygina oq jun tushadi. Qaytgach uni rangi oddiygina kamalak. Nima uchun beli? Yana bir ajoyib va kulgili eksperimentimiz shundan iboratki, hayotda ham, hattoki Minecraftda ham mushukni tepadan tashlasangiz so'royog'i bilan tushadi. Bunga siz ishonmaysizmi? Minecraftda uni shunchalik baquvvat qilishganki, kerak bo'lsa eng tepa balandligida ham u umuman tepadan pastga tushsa, umuman joni ketmaydi. Hozir shuni sinab ko'ramiz. Qaranglar, tepadan mushuk tashladim, lekin ularning birortasini ham joni ketgani yo'q. Qaranglar.
tepadan tashladim, lekin birorta joni ketgani yo'q. Вообще bularga xullas 16-harfmi deyman. Mayli, keyingi layfhakka o'tamiz demayman. Layfhakimiz tugab qoldi. Xullas eksperimentimiz va layfhaklarimiz shunday iborat edi. Siz bularni qanchasini bilar edingiz, qanchasini bilmas edingiz? Kommentariyga yozib qoldiring. Ha, videoga like bosib obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Bu bizga juda ham katta motivatsiya va keyingi video sifatli chiqishiga yordam beradi. Barchaga xayr, sizlar bilan o'sha Elnurchik bo'ldim. Keyingi video uchun o'z ideyangizni yozib qoldiring.